kutmaganmiding? Insofsiz. Bu yerni qanday topding? Insofsiz. Uyatsiz. Qani? Qani u? Qani u? Qayerda deyapman senga? Javob ber. Birovning eri bilan yotish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman hali u suyuqoyoqqa. Qani? Qayerga ketdi? Men u qizga uylandim. Uylanding? Qonuniy nikohdan o'tdik. Nimalar deyapsan? Talg'at. Talg'at. Jiddiy aytyapsanmi? Talg'at. Voy, esing joyidami? Gulson, Talg'at, men. o'zingni bos. Talg'at, men. Quloq sol. Senga vaqti kelib tushuntirmoqchi edim. Lekin Ayjanni sevib qoldim. Nima qilay? Sen qanday? Sen qanaqasiga hech nima bo'lmagan deb bu gapni aytyapsan? Talg'at. Demak, shunga Olmaotada dam olyapman deb kelmay yurgan ekansan-da. Ayjanni. Talg'at, sen shunday men ikki bola bilan shunday osongina tashlab ketaversanmi? Ijarada yashash. Men bolalardan voz kechaman demadim. Gulson, bolalarni tashlab qo'ymayman. Senga pul berib turaman. Pul berib turaman. Talg'at, gap pulda emas-ku axir. Talg'at, men seni xotiningman. Gulson, bas qil. 7 yil birga yashaganimiz qayerga ketdi, Talg'at? Gulson, Bunga qanday yuzing chidadi? o'zingni bos. Men-ku seni xotining, Talg'at. Gulson. Bunga qanday qo'ling bordi? Qanday? Hey, tinchlan. Gulson, tinchlan. Fe'limni yaxshi bilasan, Gulson. Gulson, eshikni och. Gulson, ochsang-chi. Gulson, eshikni och dedim. Gulson, hozir eshikni sindiraman. Nega indamaysan, Gulson? Ochmasang eshikni sindiraman. Gulson. Talg'at. Talg'at. Tinchlikmi? Talg'at. 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 Seni bu dunyodagi eng baxtli ayol qilaman. Menga ishonaver. Mana ko'rasan, to'yimizni Olmaotadagi eng zo'r restoranda qilamiz. To'rga ota-onamizni joylashtiramiz. Hammani chaqiramiz. Faqat menga ishon. Bular boshlab yuborishdi. Malik, qo'ysang-chi. Bir-biridan bo'lsa olib turgan joylarda ishni rasvo qilding. Xo'sh, keling kuyovlar. Rasman nikohdan o'tganingiz bilan tabriklayman. Qaytni bolasi, padarilana. Yuzimni loyga bulading-ku, haromi. Bas qiling deyapman. Men seni, sen ko'r xotin, qizingning yurishtirishiga qaramadingmi? Xonang. O'zingizni bosing. Qoch, meni sharmanda qildi. Bo'ldi. Sen bo'ldi. Shaharda o'qiyman dedi, o'qitdim. O'qishda qiynaladi deb yotoqxonada emas, ijaraga joylab o'qitdim. Shumi seni menga rahmating. Shumi? Bitta, Xudo xayringizni bersin. Dada, tinchlaning. Dada. Keling, o'tiring. Xudoyim. Dada. Bu tez bor dorisi bilan suv olib kel. Meni kechiring. Bir oilani xonavayron qilding. Qani dorisi? Ey Xudoyim-ey. Dada, kechiring. Qizim. Ko'zimga ko'rinma. Ket. Bu yerda savolni men beraman. Talg'at va Gulson rasman nikoh qurishganini bilarmidingiz? Bundan tashqari ularning farzandlari ham bor. 2 ta. Bolalarimni hech qanday gunohi yo'q. Ayjan ayt, ularga tegishmasin. Qo'y bor meni. Hey, Ayjan o'zing ayt, qo'y bor. Ayjan ayt ularga bolalarimni nima aytib bor. Ko'zdagi ko'ngilingga kunde
Аяңды өкпелеймін кімге Келемін сөз аңдамай Өкінішті бұл қалай қалай Talg'at Sattar o'g'li. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddaning 3-qismi bo'yicha aybdor deb topilib, unga 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sınağına könüsün, taqdirіңа ересің Ay, өтеді зымырай Ota-onasining qaramog'isiz qolgan Yesengeldiyev Nurjon, Yesengeldiyeva ayovlim bolalar huquqlarini himoya qiluvchi komissiyaning qarori bilan qarindoshi Begaliyeva Nurjamol Temirbek qizining vasiyligiga topshiriladi. Bolalarning ijtimoiy sharoiti, sog'lig'i, ta'lim olishi uchun qulay sharoitlar